birovni haqqini yeb qochib yurganlar G'uzordan. 3-4 kunda qochib yurasiz xolos, 3-4 kun xolos. 3-4 kun. O'sha qatta bo'lsangiz ham Rossiyaga qochib ketganmisiz, qatta bo'lsangiz ham Alloh taoloda Azroil alayhissalom degan farishtasi bor, yetib boradi siz oldingizga. Joningizni shular sug'urib oladiki, 150 yil chirigan xodadan so'rgandan battar oladi. Lekin birov yana aytyapmiz, birovning haqqini yemagan, to'g'ri mehnat qilib yurgan, savdogarchilikni qanaqa holatda halol mehnat qilib yurganlar o'limdan qo'rqmanglar. O'lim bu baxt o'zi asli. Bo'ladi. Nimaga siz o'liman musulmon, buni bajaradigan farishtalar musulmon. Biz ham alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Birovning haqqini yemaydi. Yemang birovning haqqini birodar. Mani taniyotgan bo'lsangiz, bitta Kapitaliy bozorda bittangiz bor, Taxta ko'prikda bittangiz bor, ana bitta Saddada aka-ukalar bor, kombinatda bolalar. Hamma ko'ryapti, 1000 dollar ko'rdi. Taxta ko'prikda bittasi bor. $900 haqqim bor. Ko'rib turgan bo'lsalar beringlar. Yo'q, gap beringlar bas. Shular bir ilojini qilinglarki, o'lmanglar og'a. O'lmanglar. O'lsalaringiz, o'lim va o'limdan keyingi hayotida juda qattiq, qo'rqinchli narsalar kutyapti sizni. Ilojini qilib o'lmanglar, ilojini qilib. To'ppa-to'g'ri. Birov o'zganing molini yema, o'zganing molini yema, siroq uzra tutadi. Bilib qo'ying. 3-4 kun xolos. Mutahamligingiz, kessayligingiz, o'zingizcha aqlliligingiz 3-4 kun xolos. Janoza, siz ham meni ham janozam o'qiladi. Men o'sha azobga qolmayman. Men nimaga siz birovning haqqini yeyapman? O'sha xatoni qilmayman, siz o'sha xatoni qilyapsiz. Ayting, farzandingizga nasihat, bakeli o'g'lim menga o'tar, 15 yillarda bitta akani haqqini yeb deganman. Shuni bola rozi qilib beradi, nasihat qiling. Metta tilla ko'mganman, metta kumush ko'mganman demasdan. Shuni nasihat qiling o'g'illaringizga.